بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ey aziz, qalbida iymoni bor Robbim Alloh, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb turgan birodarlarim, sizlarga har bir Allohning hidoyatiga ergashgan birodarlarimizga Allohning salomini aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan bir mavzu haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu mavzu haqida suhbatlashishligimizning sababi ilmimiz oshib toshib ketayotganligi uchun emas, balkim Habibimiz sallallohu alayhi va sallamning ballighu anni walau ayah degan ma'nodagi, ya'ni mendan bir oyatni bo'lsa ham yetkazinglar degan buyruqlariga itoat qilgan holatda labbay deb o'zimiz bilgan ozgina ilmimiz bilan siz azizlarga o'rtoqlashmoqchimiz. Birodarlar, biz suhbat qilmoqchi bo'lgan mavzu, biz namozlarimizda tilovat qilayotgan Alloh taoloning kalomidan bo'lgan mayda suralarni ma'nolariga e'tibor berishlik. Ya'ni bu o'qiyotgan oyatlarimizda yoki mayda suralarimizda Robbimiz bizlarga nima demoqchi bo'lib turibdi? Bizlarga nimalarni yetkazdi? Bizlardan nimalarni talab qilmoqda? Mana shu narsalarga e'tibor berib, shularni ma'nosini tushunib, unga amal qilishlikka harakat qilsak, maqsadimiz mana shu. Endi bizlarning diyorlarimizga islom dini taxminan 1400 yil avval yetib kelib bo'lgan. Uni yetkizgan tobiinlar, Alloh ularni rahmat qilib hammalaridan rozi bo'lsin, ularning sarkardasi Qutayba ibn Muslim rahmatulloh alayh bo'lgan kimsalar hammasi deyarli arab insonlari bo'lgan. Xo'p, ular bu yurtlarga islomni yetkazib kelganda bizning ota-bobolarimiz islomni qabul qilib, namozlarni ado qilishlikni va tilovatul Qur'onlarni qilishlikni boshlaganlarida ma'nolarini bilmasdan, nima deb o'qiyotganlarini bilmasdan o'qiganlarmi? Yo'q, albatta. Ular islomni yetkazganda ma'nolari bilan qo'shib yetkazgan va o'zbekmi, tojikmi, qirg'izmi har bir namoz o'qiyotgan yoki tilovat qilayotgan musulmon endi uni ma'nosini bilib, nima deb o'qiyotganligini tushunib, keyin o'qigan, keyin ibodat qilgan. Ana shuning uchun ham ular joni dillari bilan islom dinini qabul qilib, tushunib, unga chiroyli amal qilib, natijada shunday buyuk insonlar mana shu yurtlarda, ya'ni tug'ilib voyaga yetdi. Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar shunday buyuk bir zaxirani islom diniga tuhfa qildilarki, ya'ni hadislarni to'plab, ularni hammalarini ajratib, sahihlarini tiniq qilib, yozib, kitob qilib qoldirib ketdilar. Mana shu buyuk insonlar arab emas edi. Arab diyorlaridan uzoq yurtlarda dunyoga kelgan edi. Ammo ular chin dili bilan ularning bobolari islomni qabul qilib, islomni tushunib, unga chiroyli amal qilganliklari tufayli Alloh taolo mana shunday buyuk insonlarni va bu kabi yana qanchadan qancha son sanoqsiz ulug' ulamolarni dunyoga keltirdi. Endi hozirgi kunimizga e'tibor beradigan bo'lsak, ana shunday buyuk insonlar endi bu yurtlarda yetishmay qoldi. Ya'ni u kabi buyuk insonlar bitta emas, u paytda yuzlagan ulug' insonlar mana shu diyorlardan yetishib chiqqan bo'lsa, endi hozir barmoqda sanaydigan darajada ham unday buyuk insonlar chiqmay qoldi. Xo'p, buning sababi nimada? Buning sababi biz islom ma'nolaridan, Qur'onni tushunishlikdan uzoq bo'lib qolganligimizda, Alloh taoloning bizlarga yuborgan risolasidan biz uzoqlashib qolganligimizda. Mana shu xatolarni to'g'rilashlik maqsadida islomimizni, Qur'onimizni bitta qilib aytganda Robbimizning bizlarga yuborgan risolasini, islom dinini tushunishlikka, qaytishlikka harakat qilishlik uchun mana shu mavzuda ham suhbatlashishlikni lozim ko'rdik. Chunki musulmon inson har kuni 5 mahal namoz o'qiydi va 5 mahal o'qiganda aytaylik shu suralarni tilovat qiladi, tasbihlarni aytadi. Endi uni ma'nosini bilmasdan aytayotgan bo'lsa, endi yangi namoz o'rgangan inson bo'lsa-ku, xo'p, uzri bor. Ammo bu uzr necha kunga cho'zilishligi mumkin? Endi bu uzr oylarga cho'zilib ketmaydi-ku. Oylab namoz o'qisa, yillab namoz o'qisa, ma'nosini bilmasa, bu qanday ibodat bo'ldi? Yillab Qur'onlar tilovat qilsa, ammo ma'nosini bilmasa, bu qanday tilovat bo'ldi?
Qur'onni tilovat qilishlikdan maqsad nima? Uni ichidagi ma'nolarini tushunib, unga amal qilishlik emasmi? Shuning uchun aziz birodarlar, agar mabodo biror narsada xato qilib qo'ysak, Alloh taolo bizni kechirsin. Bu narsa bizni nafsimizdan va shaytondan bo'ladi. Ammo to'g'risini aytgan bo'lsak, bu albatta Alloh taoloning o'zidan bo'ladi. Alloh bizlarni boshlagan ishimizga o'zi barakotlarni yog'dirsin va bizlarni hammamizga ilmi nofi' bo'ladigan suhbatlarni qila olishligimizga Alloh muyassar qilsin. Va bugungi suhbatimizda inshaalloh shu namozimizni birinchi boshlaganimizdagi subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk deb aytayotgan tasbihimizga bir e'tibor berib qo'ysak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan mana bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tasbihni shunday maqtarkanki, inna ahabbal kalami ilalloh deb mana shu tasbihni aytar ekan. Ya'ni Alloh taologa eng muhabbatli bo'lgan, eng yoqimli bo'lgan kalom, gap mana shudir deb subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk deb aytgan ekanlar. Bu hadisning davomi ham bor, lekin bugungi mavzuyimiz mana shu haqida bo'lganligi uchun shu yerni o'zi haqida suhbat qilamiz. Buning ma'nosi demak juda ham ulug', juda ham biz uchun zarur. Chunki Alloh biz mana shu kalimalarni aytayotganimizda nihoyat yaxshi ko'rar ekan. Bandasini nihoyat yaxshi ko'rar ekan. Bandasi chin dil bilan shu kalimalarni aytadigan bo'lsa, Alloh taolo yaxshi ko'rar ekan. Bu qanday ne'mat, bu qanday baxt. Yer va osmonning egasi bizlarni yaxshi ko'rsa, bizlarning og'zimizdan chiqayotgan kalimalar u zotga yoqib turgan bo'lsa, bu qanday ne'mat. Endi bu kalimalar nima ma'noni bildiradi? Subhanakallohumma degani o'zi subhana robbiyal azim, subhana robbiyal a'la degan tasbihlarni aytamiz. Ko'p subhanalloh degan kalimalar keladi. Ularning ma'nosi Alloh taoloni poklayman degani. Alloh taoloni poklayman degani nima degani? Alloh o'zi pok zot, u zot. Yakkay yagona iloh. Ammo bu bandalar, bu insonlar tug'yonga ketib, isyonga ketib, yakkay yagona Robbilariga ibodat qilib sig'inishlikning o'rniga xabariylar bor, toshlarga sig'inadiganlar bor, o'tga sig'inadigan, quyoshga sig'inadigan, yulduzga sig'inadigan, hayvonlarga sig'inadigan, hatto payg'ambarlarga sig'inadiganlar bor. Ya'ni nimaga bo'lsa ham Allohdan boshqasiga sig'insa, buni shirk deb aytiladi. Alloh taolo hamma gunohlarni kechiraman, ammo shirkni kechirmayman degan ma'nodagi oyatlar va hadislarni bizlarga yetkazgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Demak, shirk bu nihoyat darajada katta gunoh. Alloh kechirmaydigan gunoh. Endi subhanakallohumma deyotgan inson ana shu shirkni qilmayman, balki bu shirk qilgan hamma narsalardan men Allohni pok deb bilaman degani. Men Robbimni pok deb bilaman degani. Subhanalloh degani. Subhanakallohumma degani ey Parvardigor, men seni hamma shirklardan pok deb senga sig'inaman degan ma'noni bildiradi. Va bihamdika degani hamd va sanolar aytib turib seni poklayman. Ya'ni nimaiki bizga Alloh bergan bo'lsa, hamma ne'matlariga hamd va sanoni aytaman. Hamd va sano aytishlikka loyiq bo'lgan zotsan deb turib seni poklayman. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka. Yana Allohni maqtayapmiz. Aytayapmizki, va tabarakasmuka. Ey Parvardigorim, sening isming nihoyat buyukdir. Sening isming ulug'dir, azizdir va hokazo. Va ta'ala jadduk. Yana Allohni maqtayapmiz. Aytayapmiz, sening martabang o'ta ulug'. Nihoyat darajada buyuk martabalik zotsan deb seni poklayman. Seni hamma shirklardan poklayman. Va la ilaha g'ayruk. Yana ta'kidlayapmizki, bu tasbihni aytishligimiz bilan sendan boshqa hech qanday ibodatga loyiq zot yo'q. Sen ibodatga loyiq bo'lgan yakka-yu yagona zotsan degan ma'noni aytayapmiz. Birodarlar, mana shu kalimalar, shu gap Alloh taolo uchun eng muhabbatli bo'lgan gap bo'lar ekan. Xudo xohlasa, kelgusi suhbatlarimizda Fotiha surasidan boshlab ma'nolarga e'tibor berishlikka harakat qilamiz.
Aziz birodarlarimiz, namozlarni o'qiyotganimizda, balki tasbihlarni qayerda bo'lsa ham aytayotganimizda ma'nolariga e'tibor berib, shunga ixlos bilan aytadigan bo'lsak, Alloh taolo ixlosimizga qarab bizning amallarimizni darajasini, savobini ko'paytirib yozdirar ekan farishtalarga. Allohim, o'zingga haqiqatda sen yaxshi ko'radigan holatda ibodat qiluvchi bo'lishligimizni nasib etgin. O'zimizni ham, zurriyotimizni ham seni namozlaringni ado qiluvchi bo'lishligimizga muvaffaq qilgin. Payg'ambarimizga salovat va salomlar aytamiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.